Nima bo'ldi onash? Men odamni sichqonga aylantiradigan damlama tayyorladim dadish. Hali ko'rasiz, meni butun dunyo tan oladi. Sani otang bilan onang tan olmagan dunyo tan oladimi? Yuragim yording aka. Bekor qildingiz-ku. Qaniydi sichqonga aylanasiz? U kinolarda unaqa narsalar. Bo'pti. Hazil. Ha, bo'pti. Pishloq yegim kelyaptimi? Sichqonga aylanib qoldim-da, odamga aylantirib qo'y. Hali sichqonni odamga aylantiradigan damlama ixtiro qilganim yo'q. Unga qancha vaqt ketadi? 2 yil. Nima? 2 yil endi sichqon bo'lamanmi? Dadish, shu ishlaringizni tualetda qilsangiz bo'ladi-ku. Kirib ko'rdim, teshik katta ekan, tushib ketishimga sal qoldi. Hozir keling qo'shni. Voy, men yetdingizmi? Men pastga tushib ketayotgandim. Buncha yaxshi bu. Voy, men olam sanam yeb olgin. Bu yana bitta o'g'il-ya. Yuring pastga chaqchaqlashib o'tiramiz. Sichqoncham ovqat tayyor sizaveraymi? Yo, rahmat, qo'shniga bildirmasdan chiqib boshib keluvdim. Qo'shni, kechagi mayzizdan ozgina berib turing. Juda ham shirin ekanda. Kechga mehmonlar kelyotdi, o'shanga dasturxonga tortmoqchi edim-da. Qo'shni, 10 minutlardan keyin chiqing, ishingizni hal qilib beraman. Hozir sizni odamga aylantiradigan damlamam tayyor bo'ladi dadish. Yo, birinchi meni kuchukka aylantirdi onash. Nimaga? Ana qo'shni mushugi yomon asamga o'ynab, bir gazim berib kelay. Hozir. Qo'shni, sezdingizmi? Domimizda sichqon paydo bo'libdi. Qayerdan bildingiz? Hozir dushda chamlayotgandim. Birdaniga sichqon kirib keldi. Shuni bir yo'qotaylik. Ana buni oling-da. Hamma joyga sepib tashlang. O'ladi. Endi aniq o'ladi. Voy dana, zapal, qoch! Siz hali menga xiyonat qiladigan bo'ldingizmi? Balobomni biron dushida. O'ylagan onash oshxonaga kirmoqchi edim, adashib dushga kirib ketdim men. Endi sizni odamga aylantirmagunimcha g'uncha qilib qafasingizda o'tirasiz. Tushundingizmi? Men sichqon 786 qafas darajasidan mayus boqaman. Qoch, yetolmasin. Qoch, orqaga qarama. Uyingga kel. Aha, молодец, Jerry. Молодец, uka. Uyda erkak kishi yo'qmi deyman? Bu turbalar ham zanglab ketibdi. 3 oydan beri komandirovkada edilar. Yolg'izlik joningizga tegmadimi, yanga? Va onangning bir santexnik videoda shunaqa desam, ayrimlari hayotda ham shunaqa ekan-ku. Endi mendan ko'rasan. Mazgi. Dadish, bu sizni ishingizmi? Nima qilganingiz bu? Kechqurun qornim ochqab, sichqonligim tutib qoldi-da, onash. Sizni odam qilsam, yangi ko'ylak olib berasiz. Tushundingizmi? Hozir. Voy qizim. Tilla kuyovim uydami? Qaynonam juda ham mehribon-da. Komandirovkaga ketuvdilar. Apti qursin shu kuyovi. Hamilon qaynona ekan-ku. Meni mahkam ushlagan qizim. Lalayib og'zingni ochib o'tirmagin. Oilada o'zingni o'rning bo'lsin. Ha, tushunarli. Bu xotinlar nimaga o'zgarib qoladi desam, onalari gizgizlar ekanda. Hammada shunaqami? Ana shunday onangnikiga kirib yuraver gapiga. Bo'ldi qiling. Bo'ldi qilmayman. Nima bo'ldi qilishim kerak? Yo, sen meni gapim kirasan, onangnikiga kirasanmi? Ona qasada, kechqurun kim bezovta qilyapti? Aziz Surnay. Dadish, Aziz Surnay degan telefon qilibdi. Ko'tarma, onash, ko'tarma. Allo, Abbosaka, men Aziza massajistkaman. Har doim oldimga kelardingiz, kelmay qo'ydingiz. Allo. Yana zapal, qoch! Endi sizni O'zbekistondagi eng og'ir jazo bilan jazolayman. Zo'rlangan Ahad Qayum filmi. Jasmin. Yo'q, onash, faqat bunaqa qiynoq emas. Undan ko'ra otib tasha. Bo'pti, onash, men cho'xonaga ketdim. Ehtiyot bo'ling, podyezdda mushuklar bor. Bilib qo'y, ering 4 yil boks, 3 yil karatega borgan. Onangni bir qoch. Bir ilojini qilib podyezddan chiqib olishim kerak. Xo'sh. Mana. O'zim oyoq kiyim shuncha sassiqmi? Mana. Onang nima? Sal qoldi o'lib ketardim. Onang. Joningdan.
Lekin parashovga juda ham zo'r ko'pirarkan Onash. Hidiga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Saridu. Nima ishlatishni bilasan Onash? Hop! Hop! Endi ketgandir sassiq mushuk. Bu yoqlarda yo'q. Onangni. Onash Ramazon Temirovday uryaptimi-da? Go'rdanma Odilxonda shatta yeb yotuvdiz. Nihoyat sizni odamga aylantiradigan damlamani ixtiro qildim dadish. Iching. Odamga aylanmadim-ku, endi butun umr sichqon bo'lib qolamanmi? Siz butun umrga sichqon bo'lsangiz, men ham sichqonga aylanaman dadish. Sevgimiz abadiy bo'lsin. Sevgansin. Va nihoyat odamga aylandim. Onash, qanisan? Onash. Bu yerdaman dadish. Endi men sichqon bo'lib qoldim. Ay, boshim nimaga sochimni yulasiz, endi kal bo'lib qoldim-ku. Onash, men seni kalligincha yaxshi ko'raman. Aynan o'zimni kal xotincham. Hozir kechura. Yangi qayerda? Qafasning ichidaman. Yangi ishda? Как раз o'tgan safargidek Nargiz bilan Firuzani olib toqqa chiqib ketamizmi? Sirlar ochilyapti-ku. Firuza seni yomon so'rayapti. O'tgan safar nima qildik? Xotinimga telefon qilganda o'tgan safargidek komandirovkadaman degan bu. Nima? Jim, ajrashib ketaman o'zi. Yashamayman siz bilan, onamnikiga ketaman. Onash, mazam bo'lmayapti. Ana shuda xotinga xiyonat qilgandan keyin kasri uradi. O'lib qolmasingizdan skori chaqiring. Sizni o'zim o'ldiraman. Bemorsizmi? Doktorni ko'rib shashalab qoldi-ku dadish. Xaman. Qo'lingizni bering, yuragingizni eshitib ko'ring. Protez bashara, mani erimdan qo'lingni to'q. Yuragingiz yaxshi. Uylanganmisiz? Ha, uylangan. Sanga nima? 4 ta bolasi ham bor. Uylanganman deb ayting dadish. Yo, uylanmaganman. Ha, tushunarli. Unda sizga bitta ukol qilib qo'yamiz. Yeching. Ko'z oldimda-ya? 1 minut. Dadish, nima qilmoqchisiz? Ko'z ko'rmasa ham quloqim eshitadi, yopmang. Mana. Ey, jinnimisiz? Qo'yningizni yeching dedim sizga. Tomirdan qilaman ukol. Yaxshilab dadish, yaxshilab. Yer bo'lib bir uylarni tozalangchi. Ovozingni o'chir. Dadish! Yerda asabiga o'ynama, bir deganda tiqib qo'yaman. Gilamni ko'tarib plintuslargacha arting. Eshikni tepasida ham chayla qo'yib ketibdi. Avval qochibdi. Bola yig'layapti, bolaga qarang. Aynoy, bolam o'zim. Qorni och qolgan, sut bering. Sen tentakmisan? Qanday sut beraman? Butulkasi bilan. Ko'ryapti, onash. Mani xalatimni kiyib chiqing. Shompilmiya, hayotda men ayol kishining kiyimini kiymayman. Qorasini kiymayman, oqini kiymayman. Ana, onash, yosh bola ham onasini hidini bilar ekan, hidini hidlab uxlab qoldi. Hozir, ushla onash. Yeb bila, xotining ketib menga beryapti. Yomon ham zo'r ko'pirar ekan, onash? Конечно, arinyu parashoklarda yuvyapsiz-da. Bu nafaqat zo'r ko'piradi, hidi ham moshni chiqadi. Buni ishlatganlar biladi. Kirlarni yuvib, musorlarni to'kib keling, xo'pmi? Voy, shunaqa charchadim, onash. Ko'rdingizmi? Biz ayollarga ham oson emas bir vaqtni o'zida dadish. Onash, ayollarga ham oson emas ekan. Bir vaqt o'zida hamma narsaga ulgurar ekansizlar. Endi bildim sizlarning qadrlaringni. Onash, senga ming rahmat. Onash, onash, opa, xotinim, musur qani? Musor mashina hozir olib ketdi. Musur mashina olib ketdi. Qayerga olib ketadi? Katta xolaysikiga. Voy, onaginalarni hepsi buncha musurning ichidan xotinni qaydan topaman? Dadish, bu yoqdaman, dadish. Onash, seni bilmasdan musurga tashlab yubordim. Boshqa bunaqa xato qilmayman. Ketdik, bu yoq qaynonamning gapidan ham sassiq ekan. Bo'ldi, endi ketamiz. Onash, ering xarobadan chiqqan millioner o'zi. Voy belim, ko'rdingizmi? Xotin kishi baraka bo'ladi. Mani musurkaga qidirib keldingiz, million pul topdingiz. Onash, barakani egalari kelyapti-yo. Oq chemodanni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Shu yerlarda bo'lsa kerak, qidirib ko'ringlar. Bizani loqda bo'ylamay, chiqar pullarni. Kim boshliq? Kimga beray? Men boshliq. Men boshliq. Kedondonziki. Bu boshliq. Qancha oylik olasan? Bir stavka 1 million 200. 1,5 stavka qilib beraman. 2 million oylik olasan. Men tarafga o't. 1.75 qilib beraman, 4 million oylik olasan. Premiya, navbatga bola puli kerak bo'lsa, bayram puligacha qilib beraman. Sobini. Premiyaga uchmay yo'l qochib ketdi. Beraman dedi-da.
pulga lak olaman, tish olaman, shuba olaman. Onash, puldan ketsam kechaman, lekin sandan kechmayman. Yana tashlamoqdingiz dadi. Onash? Pulla qani? Bilmayman. Dadishni yomon qiynayapti. To'marisni chevarasi qaytdi dadi. Gapir. Salom sevgilim, cho'kdi deb o'yladingizmi? Ya Onash? Qanaqa onash? Morgenstein, qimirlama boshingda sichqon. Ha? Bittasi nokaut. Молодец, Onash. Sana onajon. Qani tepchi? Endi sen qimirlama. Ey, Morgenstein, nima qilmoqchisan? Ikkinchisi ham ketdi. Unitaz boshlab, men bu yerdaman. Morgenstein, mana o'laman. Bular bu turishda Onashni o'ldirib qo'yadi. Chala mafiyalar pulni qayerdaligini aytaman. Dadish, bularga hamma pullarni berib yuborasizmi? Yo, Onash, men ularga hozir soxta pulni beraveraman. Haqiqiy pullar uyda turibdi. Almashtirib qo'yganman. Mana akalar pullar. Bizning ishimizga qaytib aralashsang kallangni olaman. Pulni ol. 2000 so'mlik turibdimi? Shuni ham olay, har narsa tayanka puli bo'ladi. Hoppa. Tushundingmi? Onash, ering endi multimilliarder Robindranath Tagordan ham boy. Onash. Onash? Onash? Nafsim qurisin, qutqaring! Martin Shksterl, pullarni olib keldik. Martin Shksterl emas, Martin Shksterl. Morgensternni o'rindan ko'ra. Vochi. Salom Morgenstein. Pulni chiqarib qo'yibdi, chiqonlar. Erimni qancha pullarni yeganman, saniki chepuxa. Tilama, zahvatdasan. Pullar qaytarmasa mashtasan tashlab yuboraman. Ungacha meni qahramon erim kelib qutqaradi. Ko'nglim sezyapti, u hozir yo'lda. Yerimiz joylashgan joyni uchini ham topa olmaydi. Mani erim любой narsa uchun topadi. Onang nemgurda uch qayerda edi? Ering topgani bilan UFC tomosha qilish bo'yicha mana bu ikkita chempionimni yenga olmaydi. Mani erim bu ikkalasini charchatib uradi. Dihanyasi beton. Odam 5-etagga chiqib charchab qoldi. Tezroq Xonsaro Shirin hayot loyihasidagi uyim bitsa edi, o'sha yoqqa ko'chib olardim. Duxing bo'lsa erimga lokatsiya tasha. Xotiningiz qayerda? Onasinikida? Xotiningiz homilador. Poliklinikaga uchotga qo'yishimiz kerak. Uyga kelganda poliklinikaga chiqsa, xo'pmi? Bularni bolasini sog'lig'i bitta menga kerak. Nima? Homilador? Hozir men xotinni odamga aylantirmasam, shunda sichqon tug'adimi? Qarochi xotining bizda. Pulni olib kelsang xotiningni olib ketasan. Shoshil toy bola. Qutqaring dadish. Chida Onash, albatta qutqaraman. Sichqonni otasi bugun kelmayapti. Tezroq onashimni topib odamga aylantirmasam, xotinim sichqon tug'adimi? Raddomda qanday bo'lar ekan? Onash, nima bo'ldi? Qo'chqorday sichqon. Nima? Qo'chqorday sichqon? Raddomku mayli, ertaga maktabga chiqsa nima bo'ladi? Sichqoningizni tarbiyasi buzilib ketgan. Kecha qizlarni kiyim almashtirish xonasiga kiryapti. Sharmanda. Erta sovchilikka borganda nima deyman? Sizda bir gul bor ekan, bizda bir sichqon bor deymanmi? Nima? Mani sichqonga beradigan qizim yo'q. Michael Owen Titanicni yomon o'xshatyapti-ya. To'poymasan soat bu. Chiqonni vaqti kelganini bildiryapti. Mishiqni olib kel. To'xta, pullarni olib keldim, xotinimni qo'yib ol. Onash, seni odamga aylantiradigan damlamani ixtiro qildim. Men buni Farxatskidan maydalab kel. PlayStation bosamiz. Onash, mana shuni issang, odamga aylanasan. Ich jon, ich. Wow! Onashmisan, Onash. Cho'ta nimadir g'alati, o'zimga yo'qmayapman dadish. Muhimi, menga yo'qayapsan, Onash. Men o'z holimga qaytishim kerak. Iltimos, qaytma. Qaytaman, baribir qaytaman. Ichma, Onash, ichma. Onashingiz o'z holiga qaytdi dadish. Qaytmaganing yaxshi edi. Nima? Nima? Yur, tezroq poliklinikaga boraylik. Ket. 15 minut kutib tursa bo'lmaydimi? E'tiboringiz uchun rahmat. Davomi chiqsinmi?